Senga nima bo'ldi? Ular seni qiynashdimi? Ayt, gapir, seni eshityapman. Bugun kapalaklar kabi olovda yonaman. Nima? Olov dedingmi? Ha. Olov. Ammo bu eng og'ir jazo-ku. Eng yomon gunohga eng og'ir jazo-da. Sig'mayotgan butlarni yerga urish. Ammo nima uchun olov? Buning nima farqi bor, Adnon? Ko'p farqi bor, ko'p. Avvallari jinoyat qilganlarni, sehrgarlarni olovga tashlashardi. Ammo hozir yagona Allohga ishonganlarni, iymon keltirganlarni olovga tashlamoqdalar. Ertami, kechmi baribir ketamiz. Bu xoh yoqilishlik bilan bo'lsin, xoh ochga mixlanishlik bilan bo'lsin. Yaqinda tuproq edim. Endi tuproqqa aylanaman. Tuproqdan yaratildim. Tuproqdan oziqlandim. Yana tuproqqa kiraman. Ammo qo'rqyapman. Demak, o'limdan qo'rqayotgan ekansan-da. Yo'q. O'limdan qo'rqayotganim yo'q. Boshqatdan tirilishdan qo'rqyapman. Yashagan kunlarim va yillarimni hisobladim. Senga haqiqiy qancha yashaganimni aytaymi? Faqatgina 1 yil yashabman. Dunyo bilan tanishgan kunimdan beri yashayapman. Avvallari yashagan hayotim menga juda ham tushunarsiz tuyulyapti. Nahot shunday. Bu qo'llar bilan, bu ko'zlar bilan va bu oyoqlar bilan ko'p gunoh ishlar qildim. Tangrim meni kechirganmi, kechirmaganmi bilmayman. Xafa bo'lma, Plutonius. Sen bu qisqa vaqt ichida kamchiliklaringni to'ldirding. Endi esa joningni berib, gunohlaringni yuvyapsan. Mana senga. Seni baribir yengaman. Mana senga. Qani, hecham yenga olmaysan. Hozir ko'rasan. Tezroq qara, oldingdan kelganni e'tiborsiz qoldirma. Senga nima bo'ldi? Sen meni o'ldirding. Seni o'pmoqchiman. Shoshmay tur hali sen. Jim bo'linglar. Parin, uni bu yerdan olib ket. Necha marta o'ldirasan meni? Jim bo'linglar, mehmonlar bor. Mayli. Ammo men o'ynashni xohlayman. Mazlumlarni qo'llab-quvvatlash uchun bor kuchimizni sarflashimiz kerak. Hech shubhasiz, mana shuncha kuch va tayanchingiz bilan siz yangi dinga kiruvchilar uchun yaxshi bir himoyachi bo'la olishingiz mumkin. Hech ikkilanmang. Xususan, Diokletianusning kuyovi va Heli xonimning jufti ekaningiz hamda saroydagi obro'yingizdan iloji boricha foydalanishingiz kerak. Shunday qilishingiz kerak. Ko'zlagan maqsadingizga faqat shundagina yetib olasiz. Hurmatli janoblar, saroydan bir askar kelibdi. Adashmasam, Daqyanusdan bir xabar olib kelibdi, janob. Mayli, ayt, kiraversin. Ey askar, kiraver. Hali ham Diokletianusning nomini to'g'ri talaffuz qilolmaydi. Daqyanus deydi. Xayrli kunlar, janoblar. Diokletianus janoblari sizni va shahar zodagonlarini bir ish bilan saroyga taklif qilmoqdalar. Xo'p, mayli. Biror amringiz bormi? Ketaverishing mumkin. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Yaqinda bilamiz. Galeus menga arobni tayyorla. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Sizlar saroy tomon yo'l olinglar. Men tezda sizlarga yetishib olaman. Yo'qligimni ularga sezdirmanglar, xo'pmi?
Qani yurlaring? Bo'la qolinglar. Yo'ldan qochlaring. Hemen herkes önemli bir olay. Ben bilmiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Selam. Evet, herkes burada. Salom sizlarga. Qalay, zerikmayapsizlarmi? Biroz vaqtingizni olsa nima deysiz? Mahkamalardagi qarorlarga taalluqli ma'lumotlarni sizga bildirmoqchi edim. Nima deysiz? Janoblar, Diokletian janoblari hozir Rimdan kelgan elchilarni qabul qilayotganliklari uchun yana ozgina kutishlaringizni istamoqdalar. Sizlarni keyinroq qabul qiladilar. Nima ham qila olardik? Men ham kelgan joyimdan davom ettiraman. Bugun 12 kishi ushlandi. Bularning 6tasi Isoning dinidagilar, qolganlarning ham turli gunohlari bor. Hukm chiqarish qanday ketyapti? Ha, afsuski yaxshi xabarim yo'q. Iso izdoshlarining ko'pchiligi kuchanmoqdalar. Faqat qiynoqlarga chidolmaganlar tavba qilib eski dinlariga qaytmoqdalar. Tavba qilmaganlarini esa o'limga hukm qilmoqdamiz. Xo'sh, tavba qilganlari sizlarga ishlamoqdami? Ba'zilari. Misol uchun ulardan biri boshliqlar hisoblangan Adoniyani qayerdaligini bizga ko'rsatdi, janob. Uni tutib kelgandirsizlar. Yo'q, janob. Biz uchun bu juda qimmatli odam. U bizni o'z tarafdorlarining oldiga olib boradi. Endilikda juda ehtiyot bo'lishing kerak. Og'zingdagi bu go'shtni oldirib qo'yma tag'in. Uni ta'qib qilishing uchun senga o'zimning eng yaxshi odamlarimdan beraman. Alloh biz bilan. O'zingni yo'qotma. Götürmeyin onu. Olib ketmanglar uni. Güçlü ol. Onu götürmeyin. Qo'yinglar uni. İnancını kaybetme. Alloh sen bilan. Allohning la'nati bo'lsin yasama tagirlarga. Merak et. Alloh sen bilan Plutonius. İnancını kaybetme kardeşim. O'ylanma Plutonius, iymoningni saqlab qol. Allah seninledir. Alloh sen bilan. Allah seninledir. Alloh sen bilan Plutonius. İnancını kaybetme. Iymoningni saqlab qol. Güçlü ol. Kahrolsun düzmece. Allohning la'nati bo'lsin. Sakın inancını kaybetme. Bırakın onu götür. Olib ketmanglar uni, qo'yib yuboringlar uni. Bırakın onu. Bırakın. Qo'yib yuboringlar uni. Senlarga nima kerak o'zi la'natlar? Zolimlar, qo'yib yuborlaring uni. Allohning la'nati bo'lsin. O'kinma Plutonius. Yagona Tangriga ishonar ekan. Tangrilarimizni inkor etibdi. İmperatorning haykalini sindiribdi-ya. Qanday jur'at etibdi-ya? Olovda yonadi. Qani, tezroq yur. Yur. Hadi. Qani. Yo'lni bo'shatinglar. Yo'lni bo'shatinglar. Sen yoqilishga loyiqsan. Dinidan qanday qaytish qandaligini ko'rasan hozir. Albatta jazo. Yo'ldan qoch. Qoch yo'ldan. Aşağılık adam. Yolu. Bu din sizni nega olib kelishmayapti? Olovda kuyishlari bular uchun eng yaxshi jazodir. Yashasin hozir Karius.
Agar ularning jazosi olovga otilish bo'lsa, sizlarning jazolaring nima? Xo'sh, ularning tangrisiga sig'inishlaringni esdan chiqardilaring shekilli. Yahudiylar qavmlarning tangrisi Yagovadan boshqasiga sig'inmaydilar. Rim tangrilardan boshqaga sig'inganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar o'lim bilan jazolanadi. Yahudiylar ham shular jumlasidandir. Sen yahudiylarni haqorat qila olmaysan. Tushundingmi? O'zingni bos, yo biz bilmagan narsani bilasanmi? Bas qilinglar, qo'ysang shuni. Nariroq yuringlar. Yo'lni ochinglar, yo'lni ochinglar. Qani yo'lni ochinglar. Qani yurchi, yur. Yaramas. O'ldiringlar uni. Yashashga haqqi yo'q. Yoqilsin. O'ldiringlar uni. Yoqib o'ldiringlar uni. O'ldiringlar.